Shaharni beton qafasida odamlar siqilib ketdi. Ko'proq tabiat qo'yniga chiqqisi kelyapti. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar ham ushbu kayfiyatni ushlab olishdi va borgan sari ko'proq va ko'proq universal SUVlarni taklif qilishyapti. Ya'ni shaharda ham qulay harakatlanasiz, off-roadga ham bemalol chiqa olasiz. Bugun qahramonimiz aynan shunaqa avtomobil. Havail H7 gibrid. Bugungi manzilimiz G'azalkentdan Oqsoq otaga chiqib ketadigan yo'ldagi kanyonga bu avtomobilda chiqamiz deb o'ylamagan edim. Bu yoqqa yetib chiqishimizning asosiy sababi esa bu avtomobilning klirensi. 200 mm ni tashkil etadi. Lekin siz bizdagi stok shinalida, ya'ni zavodskiy shinalida emas, balki AT yoki MT yo'lsizlik uchun, off-road uchun mo'ljallangan shinalarni taqadigan bo'lsangiz, tabiiyki klirensi yana oshadi. Maxsus podveska qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bundan ham murakkabroq yo'llarni bemalol eplaysiz. Lekin biz mutlaqo stok bo'lgan avtomobilda ham shu yoqqacha yetib chiqdik. Ko'zim yetmagan edi. Damas olib kelinglar, Damasda o'tadiganlar. O'tib ko'ramiz. Yo Matizda o'tadiganlar bo'lsa, kelinglar, tekshirib ko'ramiz mana shu yerda. Lekin Havail H7 gibrid epladi. Nimani hisobiga deysizmi? Keling, texnik parametrlar bilan sizni birinchi bo'lib tanishtiraylik. O'zim ham Havail H7 gibridni kapoti ostiga birinchi marta nazar solmoqchi bo'lib turman. Bu ham sizlar bilan birgalikda. Bilamanki, platforma HI-Tor, Havail hamda Tank brendlarida ushbu platforma yaxshi sinovdan o'tgan va optimal gibrid sifatida o'zini ko'rsata olgan. Kapot ostida bizda ichki yonish dvigateli 1,5 litr hajmga ega, 150 ot kuchi quvvatiga ega va ushbu dvigatel gibrid tizimini asosiy yuragi desak, menimcha xato bo'lmaydi. Chunki bundan tashqari ikkita elektrodvigatel ham mavjud. Ular oldi o'qda 109 ot kuchiga hamda orqa o'qda 204 ot kuchi quvvatiga ega. Oldi o'qdagi elektrodvigatelimiz 170 Nm aylantiruvchi lahzaga ega bo'lsa, orqadagisi 300 dan oshiq aylantiruvchi lahzaga ega. Demak, umumiy quvvatimiz 364-365 ot kuchini tashkil etadi. Chunki bu nafaqat ketma-ket, ya'ni последовательный gibrid, balki bir vaqtning o'zida parallel gibrid ham. Ya'ni ichki yonish dvigateli oldi g'ildirakni aylantirishda to'g'ridan to'g'ri 4 pog'onali reduktor orqali, ya'ni uzatmalar qutisi desak bo'ladi, bu avtomobilda reduktor orqali aylantiruvchi lahzani oldi g'ildiraklarga uzatib beradi. Shu bilan birgalikda 19 kilovatli batareyani siz port orqali, GBT orqali o'zingiz bemalol quvvatlashingiz va avtomobilni toza elektromobil sifatida ekspluatatsiya qilishingiz va shaharda benzinni deyarli umuman sarf qilmasligingiz mumkin. Chunki o'sha 19,9 kilovat batareya taxminan 100 kilometrga yetadi deb avtomobilning ichidagi pokazatelь, ya'ni ko'rsatkich berib turibdi. Hop, 100 ga yetmasin. Bugungi kunda Toshkent shahrida infrastruktura yaxshi rivojlangan, siz kuniga bir mahal bemalol istalgan joyda quvvatlanish imkoniyatiga egasiz. Reglament bo'yicha, ya'ni texnik parametrlarni ishlab chiqaruvchi bizga aytganida 6 litrdan salgina oshiq, aniqroq bo'ladigan bo'lsa 6,3 litr ushbu dvigatel 100 kilometrga aralash siklda sarf qilish kerak. Qanchalik rost, qanchalik yolg'on baho berish imkoniyatiga ega emasman va buni tekshirib o'tirmoqchi ham emasman, chunki men bunaqa tipdagi gibridlarni faqat shaharda elektromobil tarzida ekspluatatsiya qilaman. Agar mana bunaqa kattaroq ekspeditsiyalarga uzoqroqga chiqadigan bo'lsak, to'g'ri, elektromobilda funksiyalar bor, ya'ni siz batareyani 50%, 60%, 80% gacha saqlab qolishingiz mumkin va ichki yonish dvigateli deyarli doimiy ravishda, hasharotlar, ichki yonish dvigateli deyarli doimiy ravishda batareyamizni parallelni quvvatlab ketaveradi. Aynan shuning uchun ham bu ham ketma-ket, ham parallel gibrid tizimi deyiladi. Va bugungi qahramonimiz o'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Buni test drive vaqtida sizlarga yana batafsil aytib beramiz. Off-roadga chiqdik. Off-roadda eng muhim narsa nima? Birinchi o'rinda kliners boya aytganimizda, ikkinchi o'rinda ballonlar. Bu yerda 255-60 R19 shtatniy Chao Yang degan ballonlar turibdi. Lekin shuni ham bemalol chiqib keldik. Hozir ko'rayotganlaringiz mana yon taraflar bilan
toshlarga ishqalangani bor, oqarib turibdi. Yuksak top-toza bo'ladi, qo'yadi. Endi qaranglar, 204 ot kuchi bor dedik orqa o'qda. Orqa o'qqa boshqa hech kim yordam bermaydi. U mustaqil o'zini hayoti bilan yashaydi, ya'ni o'zini elektr dvigateli bor, batareyadan quvvatlanadi. Bu to'liq privodli avtomobillarni AWD tipidagi, ya'ni AVD tipidagi avtomobillarni o'zini tutishiga 100% to'g'ri keladi. Lekin shu bilan birgalikda uni orqa o'qida elektron blokirovka bor. Ya'ni elektr dvigatel reduktorga uzatib berayotgan momentda ikkala g'ildiragi qaysi biri osilib qolishi, qaysi biri xolastoy, ya'ni yerga tegmasdan aylanishdan qat'iy nazar ikkalasi teng baravar aylanib berishini ta'minlaydi va ko'p joylarda men tajribasizlik qilib, shu narsaga rioya qilmasdan gazni bosib, joyimda buksovat qilib qo'yganimda ham menga Adham akam bergan podskaskalar orqali, ya'ni bugun ko'rganingizda Akbar akam va Adham akam bilan chiqdik. Bu yoqqa biz mustaqil bu yoqqa yetib chiqa olmasdik. Yuragimiz dov bermasdi, duximiz bormasdi. Podskaskalar bilan blokirovkani bosib chiqib oldim. Xuddi shunday qilib qaytib tushib olaman deb umid qilaman. Offroad uchun uchinchi muhim narsa, clearance bilan ballondan tashqari siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgani bu uгол съезда и выезда deyiladi. Ya'ni chiqish va tushish burchagi qanchalik qiya burchakka chiqqaningizda bamperingiz tegishni boshlaydi. Men bilmayman. Bizda rasmiy relizda ham uгол съезда и выезда bo'yicha umuman hech qanaqa ma'lumot yo'q. Lekin o'zingizlar ko'ringlar, qanaqa joylardan mashina chiqib tushyapti. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rmasanglar, bunga menimcha ishonmasanglar kerak mashinadan tashqaridan ko'rib. O ne zamonlarga qoldik? BMW tobora xitoylashib ketyapti. Ingichka faralar, asosiy svet pastda. Xitoy avtomobillari esa yevropachalashib ketyapti. Ularning vazifasi ham shu-da, o'zi Yevropa bozoriga kirib borish. Shuning uchun ham tobora chiroyliroq dizaynga qo'l urishyapti. Agar fikrimga qo'shilsanglar, sizlardan bitta like va kommentariyda shu borada mulohazalaringizni kutib qolaman. Nimaga Yevropa brendlari xitoylashib ketyapti? Xitoy brendlari yevropalashib ketyapti dizayn bo'yicha. Aytib ketinglar. Panjara o'ziga xos, aynan operativniy bizning tilda aytadigan bo'lsak, panjaraga qo'l urishgan Great Wall Motors Havail brendi. Nima uchun? Chunki mana bu bloklar ko'proq stroboskoplarni o'rni deb meni tasavvurimda assotsiatsiyalar bo'ldi. Ya'ni shularning o'rniga stroboskop bo'lsa, g'irt operativniy mashina bo'ladi qo'yadi. Parktroniklar bamperning pastki qismida 4 ta ko'rib turganinglardek matoviy qismi ham bor, kuzov rangidagi qismi ham bor bamperimizni. Pastki qismida plastik bo'lsa ham himoya tizimi bor. Mana bu burchaklari menga yoqdi, chunki yo'lsizlikda juda ham yaxshi chiqish burchagi natijalarini, tushish burchagi natijalarini ko'rsatdik. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Endi qaranglar, mana bu mushaklar, ya'ni kapotdagi asosiy ikkita liniya juda ham orientir olishga, avtomobilning gabaritlarini hisobga olishga katta yordam beryapti. Dizayn nafaqat vizual, balki funksional nuqtai nazardan ham juda ham foydali bo'lgan. Asosiy yoritish elementlari, kunduzgi harakatlanish chiroqlari farani atrofida va uni ostki qismida aylana va chiziqdan iborat va ko'rayotganinglardek LED tizimidagi, ya'ni LED faralar va ularda uzoqni yoritish tizimi avtomatik tarzda ishlaydi. Demak, sizda uzoqni yoritishdan umuman muammo bo'lmaydi. Tungi payt avtomobil juda ham ishonch bilan harakat qilyapti. Endi yon qismiga o'tamiz, kelinglar. Xo'p, yon qismida nimalarimiz bor? Albatta, yo'lsizlikka da'vo qiladigan avtomobillar mana bunaqa. Men buni Cross Obvious deb atayman, chunki birinchi bo'lib ko'zimga Lada X-Ray Cross tushgan. Aynan matoviy qism, ya'ni ko'p tosh kelib tegadigan, shikastlanadigan qismlarda avtomobillar matoviy plastikdan berilgan. Ketdi. 30 2 ga oldim. 60. Mazzada o'zi ham. Hop, ruchkalarimiz jismoniy ruchka, как положено, keyless go funksiyasi bor, ya'ni avtomobilni kaliti sumkasida bo'ladigan bo'lsa, olib o'tirishingiz shart emas. Mana bu to'rtburchak qismiga shunday qo'lingizni tekkizasiz, u qulflanadi. Qo'lingizni ichkariga solishingiz bilan avtomobil avtomatik tarzda ochiladi va bu arzoncha mashina emasligi ikkala tarafdan ham ushbu funksiya mavjudligini bildirib turadi. Qaranglar, agar keyless go funksiyasi bor desa, sizlarga sotuvchi u faqatgina haydovchi eshigida bo'ladigan bo'lsa, bu arzon mashina va undan yaxshilik kutish ozgina qiyinroq ba'zi momentlarda, lekin hamma vaqtda demayman. Benzin bakimiz bor. Unga nechta ketdi kecha benzin? 50 litr benzin ketdi. Men shaxsan o'zim 50 litrda benzin bak otganini ko'rdim. 19 dyumli disklarimiz va shinalarimiz haqida gapirishga ulgurdik va umumiy dizayn konsepsiyasi mamyolari to'rtburchakli, ko'proq Defenderga, ko'proq Yevropaga yoqadigan SUVlar hamda crossover yo'l tanlamaslar dizayni o'g'irlangan. Orqa qismidan dizaynimizni menga Akbar akam aytganlarda, ular yo'lsizlik ko'p chiqishadi-ku, aynan tank avtomobillarini eslatib yuboradi. Yana bir marta sizlarga eslataman. Great Wall Motors bu korporatsiya, kattakon davlat ishtirokidagi, Xitoy hukumati ishtirokidagi avtomobil ishlab chiqaruvchi texnologik
korporatsiya, juda ham katta yirik va ularning bir nechta brendlari bor. Ora, Mora bizga kirib kelmagan juda ko'plab brendlarni aytib o'tirman. Bizda asosiy tanishadigani bu Havail, bugungi qahramonimiz. Ko'rayotgan edim mana Great Wall Motors Havail degan yozuvni siz kuzovda rullarda ko'rishingiz mumkin. Model H7 va ushbu model Xitoyda o'zi Raptor hybrid bo'lib ham ishlab chiqariladi. Bizga H7 bo'lib kirib keldi, lekin Xitoyda uni Raptor hybrid deb tanishadi. Havail Raptor hybrid va eng muhimi Tank degan, ya'ni biz tank deb talaffuz qilishga o'rganib qolgan brend, u ham Great Wall Motors korporatsiyasiga tegishli. Demak, undagi dizayn va texnologik yechimlarni qo'llanishi boshqa brendlarda ham, xuddi o'sha Havailda yoki Orada yoki boshqalarda ham bemalol uchratishimiz mumkin. Bu holat ham bundan mustasno yoki istisno bo'la olmaydi. Ko'rayotganlaringdek, 3-stop chirog'imiz mavjud. Pastki qismda bizda nimagadir o'rnalmashib qolgan. Menimcha teskari bo'lishi kerak edi. Qora qism bu yoqda bo'lib qolgan, bot bo'yalgan, bot qora bo'lishi kerak edi. Chunki ugle siyezda bor, ya'ni orqa bilan tushadigan momentlarda aynan bu qirilishi, shikastlanishi va xunuk holatga kelib qolishi mumkin ekan. Men o'zim shaxsan bilgan holatlarni, park kroniklarni guvohi bo'lib turibmiz. Orqani ko'rish kamerasini qidiryapman, nimagadir ko'rmayapman. Sizlar ko'ryapsizlarmi? Orqani ko'rish kamerasini qayerga bekitishgan? Yo, salonning ichidami? Yo'q, mana ekan. Uzr. Yo'l tanlamas uchun eng yomon yechim aynan shu bo'ladi. Orqani ko'rish kamerasini mana shunaqa pastga joylashtirib qo'yish, chunki bu juda ham tez kir bo'lib ketadi. Biza-ku mayli, toza havo sharoitida, ya'ni yog'ingarchiliksiz, suv sovuqsiz holatda chiqdik. Faqat chang bo'lish ehtimoli. Changni bundoq qilasan, atasan bo'ldi. Loyda yo'lsizlikka chiqqanlar nima qiladi? Bu mashina qolib ketish ehtimoli, ko'p qiyinchilik tug'dirish ehtimoli juda yuqori bo'ladi unaqa holatda. Tomda nahang suzgichi shaklidagi antennamiz bor. Bu an'ana bo'lib qoldi va albatta reylinglar. Bunaqa avtomobilga reyling juda ham kerak. Agar ustiga qo'shimcha yukxona, ya'ni avtoboks o'rnataman desangiz, buni ustiga XL razmeri menimcha bemalol sig'adi. Tomdagi qopqolani och, reylingga o'rnat degan muammolar sizda bo'lmaydi. Eksteriyer bo'yicha tushunarli deb o'ylayman. Menimcha yetarli. Assalomu alaykum. Akbar aka. Kadr uchun ko'rishib qo'yamiz. Adham aka, assalomu alaykum. Bizni bugungi yo'l boshchilarimiz va O'zbekistonda off-roadning ambasadorlari va yuzlari bugun biza bilan ikkalaliga ham xudo xolasa maza qilib birgalikda mana shunaqa ajoyib joylarga chiqamiz. Bu yerdagi manzaraga maza qilib oldim. Men birinchi marta chiqishim mumkin. Bu nima deyiladi? Bu yerda biza kanyon deb nomlaymiz. Bu Toshkentdan taxminan 65-60 kilometr yurgandan keyin Oqsoqota tarafga qarab ketishda yozdagi ishlatadigan trassamiz shu. Lekin aka yo'l yo'q. Men chiqa olmayman deb 2-3 marta o'ylagan joylarim bo'ldi, lekin eplab chiqib ketdik. Trassa уже sizlarda o'tilgan ekanda, bilarkansizda, qayerdan o'tsa bo'ladi, qayerdan o'tsa bo'lmaydi. Udaladingiz, soddalik qilmang. Udaladingiz. Meni aloqam yo'q. Bu yerda menga Adham akam yordam berdilar. Kerak joyda blokirovkani yoqib turdilar, rejimni o'zgartirgin deb turdilar. Men tajribasizman, tan olaman, lekin sizlar bilan chiqsam maza qilaman, chunki poddershka bor doim. Aka, keyingi manzilimiz nima? Bu yerdan yuramizmi dalshi? Keyingi manzilimiz hozir taxminan 1 soatcha yuramiz. Mana shunaqa yo'ldanmi? Yo'q, bunaqa yo'ldan emas. Hozir tepaga chiqqanimizdan keyin bir 50 yil oldin qilingan asfaltdan yuramiz. Bu qisman ko'ramiz shu asfaltlarni va Nurdek ota degan bir joyga boramiz. Go'zal bir manzara, soylari bor, bir xavfli desa ham bo'ladi, ko'priklari bor. Tabiiyki biz buni soydan o'tkazmaymiz, lekin soy ustidagi qilingan bir chiroyli manzarali ko'priklardan o'tamiz. Xudo xolasa. Ketdimi aka? Yo'lga chiqamizmi? Bosdik. Sizlar bo'lsa diqqat bilan ko'ringlar videoni. Birinchidan O'zbekistonda Toshkent atrofida yaqin joyda qanaqa ajoyib manzaralar borligini ko'rib olasizlar. Ikkinchidan mashinani haqiqiy testini ko'rasizlar. Aka, siz men bu yerda papashchi человек. Siz hozir chiqib olmayapti ham. Chiqib olish kerak. Men chiqib olay, keyin siz chiqib olasiz. Bekzod, sen qolasam, ketasan biz bilan. Yo'l umuman yo'q. So'qmoqlar bor. Bu so'qmoqlarni ham off-roadchilar qoldirgan. Endi tasavvur qilavering, u yerda qanaqangi yo'l va so'qmoqlardan ko'ryapsizlar. Qanaqa chiqish, tushish joylardan, qiyaliklardan o'tyapmiz. Bizani qutqarayotgan narsa bu yerda elektrodvigatellarda momentni pedal orqali boshqarish qiyinroq, lekin AVD rejimi bor, qor, loy va qum rejimlari bor. Hozirgi ham yo'lsizlikda, toshloq yo'llarda birinchi qorda yurib ko'rdik-a, Adham aka. Birinchi qorda yurib ko'rdik, o'zini yaxshi ko'rsatdi, lekin baribir sirpanish bor. AVD hozir ancha yaxshiroq ko'rsatyapti. Bir rejimlarni tekshirib ko'ryapmiz-da. Menimcha bemalol ketyapmiz, unaqa qiyinchilik bo'lmayapti. Sal ballonlarimizni qiynayapmiz, u ham yo'l qoplami yo'qligi uchungina shunaqa holat yuz beryapti. Lekin Akbar akam oldimizga tushib olib ketyaptilar. Off-road uchun tayyorlangan avtoshinalardagi mashinada biz qolishmaslikka maksimal darajada harakat qilyapmiz. Lekin murakkab ekan baba, trassa men uchun. Bizda ham blokirovka ishlayapti. Ha, aytgancha boya aytganimiz orqa o'qqa blokirovkasi ishlayapti. Kerak paytda Adham akam hozir
hozir yoqqan ma'qul bo'ladi, yoqib beryaptilar va AVD rejimida mashina o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Interyerda sizni o'ziga xos, ya'ni Havalga xos bo'lgan dizayn kutyapti. Ya'ni 10.6 dyuymli priborlar paneli vazifasini bajaruvchi displey va uni tepasida mana bunaqa soyaboni, koziryoki bor. Bu yerda siz asosan uzatmalar qutisining holatini ko'rishingiz mumkin. Parking, neutral yoki D holatidagi avtomobilni qayerga harakatlanishini aynan shu yerda ko'rishingiz mumkin. Chunki ko'pchilik holatlarda, masalan uchun men ko'rganda, rul chambaragini yuqori qismi displey ma'lum bir qismini to'sib qo'yapti. Aynan yuqorida joylashgan indikator qismini. Bu aynan men uchun sozlangan holat edi. Lekin bemalol rulni ko'tarib qo'yish va ichkariga, tashqariga sozlash mumkin. Sizda sozlamalardan umuman hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin bu displey sizga faqatgina ma'lum bir holatlardagina kerak bo'ladi. Chunki avtomobilni boshqarish vaqtida head-up displey bor va u juda ham qulay. Siz undan harakatlanish vaqtida diqqatingizni yo'ldan chalg'itmasdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Multimedia displeyga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 15.6 dyuym diagonalga ega bo'lgan multimedia displeyi joylashgan va u mana bunday Havel'ning o'zining ishlanmasi bo'lmish Coffee OS operatsion tizimida faoliyat olib boradi. Unda kerakli bo'lgan sozlamalarni va umuman menyuni hammasi rus tilida va undan bemalol siz hech qanday qiyinchiliklarsiz foydalanishingiz mumkin. Interyerimizda meni hayron qoldirgan yana bitta narsa bu hali ham ko'rayotganlaringizdek xuddi premium avtomobillardagi o'zi qorayadigan orqani ko'rish ko'zgusi, u to'qlashadi. Sizni ko'zingizga orqadan uzoqni yorituvchi chiroqlar bilan hech kim. Astalik bilan men panorama tom haqida sizga ma'lumot bermoqchi edim, lekin uning tugmalari yo'q. Qani nimaga jismoniy tugmalardan voz kechildi? Menimcha ikkitagina chiroqning o'zi yuqori panelda yetarli emas. Agar aynan panoramani ochmoqchi bo'lsangiz, unda menyuga murojaat qilishingiz, alohida pardani ochishingiz kerak bo'ladi va albatta lukni o'zini ochish uchun ham aynan menyudan foydalanishingiz va faqatgina displey orqali uni boshqarish imkoniyatiga egasiz. Bu albatta men uchun ozgina g'alati holat. Xo'p, endi yoqimli narsalardan gapiradigan bo'lsak, qo'lda bemalol boshqarish mumkin bo'lgan deflektorlar, ya'ni endi deflektorlarni Teslaga o'xshab displey orqali boshqarmaysiz va albatta eng yaxshi tarafi bu iqlimni nazorat qilish tizimi hamda avariyaviy chiroqlarni jismoniy tugma holatiga o'tkazilgani. Chunki bilganingizdek, Xitoyda nafaqat eshik ruchkalari jismoniy ochilishi kerakligi haqida xavfsizlik qoidalari o'zgardi, balki eng asosiy tugmalar jismoniy tugmaga almashtirilishi, ular displey orqali boshqarilmasligi Xitoyda qonunchilik asosida belgilab qo'yildi. Endi qaranglar, USB portlardan bizda oddiy USB port A bor va Type C tipidagi USB port bor. Barcha havollarga xos bo'lgan uzatmalarni tanlash selektori markazdan rul ostiga ko'chirildi. Bu qulay. Shayba vazifasi esa endi harakatlanish rejimlarini tanlashda. Bizda bir nechta rejimlar bor. Bu Eco, Normal, Sport, bundan tashqari yo'lsizlik uchun qor, loy, qum hamda shunchaki to'liq privat holati. Biz yo'lsizlikda aynan to'liq privat rejimidan foydalandik, chunki eng optimal. Bizda har xil yo'lsizlik holatlarida aylantiruvchi rag'zani g'ildiraklar orasida taqsimlab beradigan rejim ham aynan shu AWD, ya'ni to'liq privat holati bo'ldi. Menga juda ham yoqdi. Davom etamiz. Markaziy konsolda simsiz quvvatlash paneli bor, prikurivatel tipidagi rozetka bor va bir nechta tugmalar bor. Ikkitasini o'rni bo'sh, demak bundan ham to'liq versiya Xitoyda mavjud. Bunisi esa orqa o'qni blokirovka qilish tugmasi. Bizga eng kerak bo'lgan yo'lsizlikda va juda ham katta yordam bergan tugma ham aynan shu bo'ldi. Mana bu qismda esa ko'rayotganingizda ikkita oldi o'rindiqni isitish hamda sovutish tizimi. Noqulaylik nimada? Mana bu yerda nimadir boshqarasida, keyin qo'lingizni olganingizdan keyin diqqatingiz yo'lda, qo'lingiz tugmaga ko'pincha tegib ketadi. Menda bir marta, ko'p emas, bir marta shunaqa holat bo'ldi. Nimaga? Orqam qizyapti deyman. O'rindiq isitish funksiyasi yoqilib qolgan ekan. Endi o'rindiqlar to'xtaladigan bo'lsak, o'rindig'i maniki, ya'ni haydovchiniki 8 ta yo'nalishda sozlanadi, passajirniki 4 ta yo'nalishda sozlanadi. Bundan tashqari meni o'rindig'imda belga beriladigan поясничный подпор deyiladi. Ya'ni o'sha beldagi yostiqchani 4 ta yo'nalishda sozlash imkoniyatiga egamiz. Ikkita oldi o'rindiqda mana ko'rishingiz mumkin. Ham обогрев, ham obduf funksiyalari bor. Obduf yoqib qo'yamiz. Xullas, obduf funksiyasi bor, lekin orqa o'rindiqlarda hech qanday boshqa funksional mavjud emas. Aytgancha, bizda xotira bor.
ya'ni pamyat sijeniya bor, bemalol 3 ta pozitsiyada haydovchi o'rindig'i holatini saqlab qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, bir emas, bir nechta haydovchiga bemalol xizmat qiladi o'rindig'imiz. Xo'p, endi ikkinchi qator testini boshlaymiz. Diqqat qilinglar, o'rindiqqa oxirigacha surdim. Bundan ortiq surilmayapti. Spinka ham, ya'ni suyangicham joyida. Men hatto o'rtadagi stoykadan o'tib o'tiraman. Bo'yim deyarli 1.90 bo'lganini hisobiga. Ketdik ikkinchi qator testda. Men hozir bu yoqqa o'tirib ko'raman. Yo, bismillah. Qani, oxirigacha surib qo'yilgan emas, surib tashlangan o'rindiqqa orqasiga o'tirganimda ko'ryapsizlar, qo'llarim bemalol kaft shaklida sig'yapti. Bo'yim bemalol, bu yerda bir musht joy bor bo'y uchun. Xo'p, podlokotnik, podstakanniklar, ularda rezina fiksatorlar bor. Mana nima qayerdan chiqib keldi? Bu barimiz ichidagi bo'lishi mumkin. Ha, aytgancha, barimizda bizda cool box, ya'ni sovitiladigan quti funksiyasi bor. Iqlim nazorat qilish tizimidan, konditsionerdan u yoqqa bemalol havo oqimi kelib turadi. Ichimliklarni solib qo'ysanglar, muzdek turadi. Aytgancha, kecha sinab ko'rdim. Ertalab solib qo'ygan ichimligim kech payt shaharga tushganimizda sovuq turgan edi. Xo'sh, chiroqlar bor, mikroliftli ruchkalar bor, ilmoqlar bor. Parda, mana bolalarim o'tirishganda maza qilishdi. Parda bor. Parda o'ynashni yaxshi ko'radi bolalarim, bilmayman. Sizlarda ham shunaqami? Nimaga unaqa? Men xabarim yo'q. Xo'p, bizda o'rindiqqa sozlash imkoniyati bormi, yo'qmi o'zi? Yon tomonlarda ikkinchi qatorichi mana sizlar bilan birga sinab ko'raman, deyman. Hech ham oldindan men ikkinchi qatori sinab kelmayman. Yo'q. Mana ko'rdingizmi? Qattiq fiksatsiya bor, faqat o'rindiqqa burchagini sozlash imkoniyati yo'q, lekin standart holatda yomon emas. O'tirish bemalol. Uzoq yo'lga bilmadim, lekin hozirgi holatimda bemalol o'tiribman. Tizzalarimga ham, oyoqlarimga ham bemalol. Ko'rayotganingizda mana bu tonel ham yuqori emas, uni ko'proq mana bu polik ko'tarib turibdi desam bo'ladi. O'zi borsa bir 5-6 sm tashkil etadi. Menga ikkinchi qatordagi holat juda ham ma'qul. Deflektorlar, USB port, ikkita yana xuddi shunaqa. Qaranglar, menyu orqali boshqarilmasa ham bu yerda 3 ta holatda orqa o'rindiqqa 2 ta hududda isitilar ekan. Sovutish funksiyasi yo'q, lekin muzlab qolmaysizlar. Bu plyus. Endi yukxonani ko'ramiz. Nega bizga ma'mini kalitini bermadinglar? Menga juda ham qiziq nimaligini ochib ko'rish. Albatta bu zapaska emas, zapaska bu yoqqa sig'maydi. 19 dyuymli. Shakli ham to'g'ri kelmayapti. Nimadir solib qo'yishga qo'shimcha box, lekin u yo'q. Yon tarafga ochiladigan, ya'ni ayvonning eshigiga o'xshab ochiladigan ruchka, mana bu yerda fiksator bor. Fiksatsiya qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Shu bilan yopilib qolmaydi. O'zidan o'zi uchburchak va hokazo narsalar. Mana bu yerda tortsanglar ochilib ketadi ichkaridan, eshigiga ichkaridan yopishga ruchka. Qani ko'raylik bu yerda nimalar bor. Havail H7 akkumulyator, kerak anjomlar, kryuk, ya'ni farkop ilish uchun va bizda bu yerda nasos, ya'ni havo haydab beruvchi nasos. Xo'p, bularning tagida zapaska bormikan? Menga shu qiziq. Yo'q, elektroinvertorni ko'rib turibmiz. Zapaska yo'q. Demak, ehtiyot g'ildiragisiz harakatlanishni to'g'ri. Mana endi hozir men avtomobil tagiga kirishga sabab topdim. Yo'q. Bu yoqda ham zapaska yo'q. Shuning uchun ham rem komplekt bor, ya'ni remont qilsa bo'ladigan komplekt o'zi bilan. Eshik obshivkasi ko'plab turli tuman yechimlarga boy. Yuqori qismi charmdan, mana qora xrom liniya, yana charm, plastik eshik ruchkasi chiroyli gap bo'lishi mumkin emas. Bunga aynan mana shunaqa eshik ruchkalari yarashgan bo'lardi. To'g'ri yechim. Mana bu boshqaruv bloki karbonni imitatsiyasi bo'lgan plastik panelga o'tkazilgan. Karbon bu yerda prichom mayli, hop, bu bo'yicha bahslashmayman. Podstakannik juda ham yaxshi yechim bo'lgan. Mana bu yerda ishib turmaydi, ortiqcha nima yo'qda. Remень orqali, ya'ni kamar orqali hal qilingan. Ichida rolika ham borligi sezilib turibdi. Ya'ni uni natijatili bor, tortib oladi, chiqaradi. Xullas, eng yaxshi taraflari multimedia tizimi 10 ta mana bunaqa dinamik bor. Bu dinamiklarning ichida 10 tani ichida bitta subwoofer bor va albatta mustaqil butun tizimni ta'minlab turadigan усилители ham bor. Tovush tizimi juda ham yaxshi ishlayapti. Sifat zo'r. Ya'ni lineyniy zvuk emas, barcha tovushlar aralashib ketib bitta liniyadagi tovushni shakllantirmaydi-da. Har xil instrumentlarning har bittasi ajralib turadi. Havail deb nom berishdan oldin eng arzon audio tizimini tanlamaganinglar uchun ham kattakon rahmat. Yo'lsizlikka chiqadigan avtomobilning eng kerak narsalardan bittasi eshik ostida mana bunaqa rezinka bo'lishi. O'zi bu narsani biz 2021-yilda Havail H6 modelida ham ko'rgan edik. Great Wall Motors an'analarini yaxshi saqlab turibsizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Torpedkada ham o'ziga xos, o'ziga yarasha yechimlar bor. Mana bu shestigrannik, xuddi torpedani shu yordamida qotirilgan. Biz brutal, haqiqiy erkakcha yo'l tanlamasmiz. Voyenniy mashina desa ham bo'ladi. Mana to'g'ridan to'g'ri samariz bilan qotirilgan deyilgan narsa bor. Bu aslida dekorativ, men tushunishim bo'yicha, lekin torpedani 2-3 ta nuqtasida ko'rdim.
kerakmidi yo'qmidi o'zingizlar hal qilinglar. Bosh optikani baland past qilish rolikka shu yerda jismoniy saqlanib qolganiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Benzobakni ochish va tepalikdan tushish assistentini aynan shu yer orqali yoqiladi. Xo'p, menimcha bu qism bo'yicha yetarli ma'lumot berdik. Avtomobil narxlari bilan tanishish vaqti keldi. Menda relizdan oldingi narxlar bor. Umid qilamizki 5-6 avgust kunlari bu videoni ko'rayotganingiz narxlar saqlanib qoladi. Haval H7 ni 2 litrli benzinli motorga ega bo'lgan premium versiyasi 399 million 900 ming so'm deyarli 400 million so'm. Xuddi shu 2 turbo dvigatelli premium versiyasi esa, ya'ni to'liq privodli avtomobil 429 million 900 ming so'm. Demak, salkam 430 million so'm. Plug-in hybrid Prestige versiyasi, ya'ni ikkita g'ildiragi tortadigani 449 million 900 ming so'm, ya'ni salkam 450 million so'mga siz gibrid avtomobilni qo'lga kiritasiz, lekin gibrid premium, ya'ni xuddi bizdagi avtomobil plug-in hybrid to'liq privodda 479 million 900 ming so'm, ya'ni salkam 480 million so'm bo'ladi. Puliga arziydimi yo'qmi? Obzorimizni ko'rdingiz. O'zingiz albatta fikr bildirib, kommentariyda mulohazalarni davom ettirishingiz mumkin. Birinchi yoqqan joyi Passatga o'tirib mashinani haydayotganingizda yuqori joyda o'tirganingizni bilib turasiz. Meni bilasizlar, bo'yim baland bo'lgani uchun o'rindiqqa eng past положениyaga tushirib qo'yman, ya'ni maksimalni polga yaqin holatda haydayman. Yo'lsizlikda ko'rib turishing kerak hamma narsani. Yuqoriroq o'tirishga harakat qildim va o'rindiqqa ko'tarsam ham mana ko'ryapsizlar, joy ko'pligidan даже bir mushtdan ko'p. 1,5 musht bemalol sig'yapti bosh tepasida. Bemalol o'tirdim. Demak, avtomobilni haydashda ham muammo yo'q, chunki rul ham ko'rganinglardek sozlanadi 4 ta yo'nalishda. Pardamiz yo'q, toza operatorimiz. Xullas, maksimalni qulay o'tirib avtomobilni boshqarishingiz mumkin. To'g'ri, siz 2 litr hajmga ega bo'lgan, faqat benzinda harakatlanadigan versiyasini Haval H9 ga xarid qilishingiz mumkin. Lekin u turbinali bo'lganini hisobiga unda baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qochib qutula olmaydigan faktorlaringizdan bittasi bor. U ham bo'lsa turbo yama. Gibridni nimasi yaxshi, nimasi senga yoqadi deb so'raydigan bo'lsangiz, unda ikkita elektromobil borligi va gaz berganingizda mashinani orqasi cho'kib, oldi ko'tarilib, maksimal tezlashib ketadi. Последовательный, ya'ni ketma-ket parallel gibrid bo'lgani uchun kerak paytda ichki yonish dvigateli ishga tushib, oldi g'ildiraklarni harakatga keltirishga qo'shimcha yordam beradi. Dinamika 360 ot kuchi uchun ajoyib, prosta go'zal, prosta men mazza qilardim bu dinamikaga. Sababi elektromobilda reski qo'zg'alish bor, impulsni ichki yonish dvigateli yana qo'shilib o'radi. Bilmayman, men uchun shaxsan bu eng katta ustunliklardan bittasi. Manevr qilishda mana bunaqa holatlarda, reski tezlashish kerak bo'lganda, keskin tezlashish kerak bo'lgan holatlarda bu eng optimal variant. Yana bitta katta ustunlik. Mana men hozir eko rejimida ketyapman. Eng yaxshi tarafi ko'ryapsizlarmi? Oddiy sokin harakatlanib ketayotgan paytimda faqat orqa g'ildirak ishlaydi. Batareyadan elektrodvigatelga energiya keladi. Orqa privod avtomobilni harakatga keltiradi. Lekin tezlashadigan bo'lsam, ko'rdinglarmi? Oldi privod avtomatik tarzda chekiradi. Lekin men xuddi shu narsani tog'da ko'rganinglardek majburiy to'liq privodga o'tkazib boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldim. Rekuperatsiyani ham hech kim atmen qilgani yo'q, hech kim man qilgani yo'q. Bemalol rekuperatsiya ham ishlaydi. Mana gaz beradigan bo'lsam, ko'rasizlarmi, energiya ketyapti. Gazni qo'yib yuboradigan bo'lsam, energiya yo'ldan rekuperatsiya hisobiga yig'ilib batareyaga qaytarilyapti. Yana bitta qiziqarli faktorlardan bittasi, siz o'zingiz to'liq elektromobil holatida avtomobilni haydashingiz mumkin. Umuman benzin sarf bo'lmaydi. Vaqti-vaqtida o'sha 19 kilovatli batareyani to'ldirib tursangiz bo'ldi. Yoki prioritet elektromobil bo'lsin, kerak paytda ichki yonish dvigateli yonsin deysiz, ko'rsatasiz. Demak, boyidagi gaz berganimizda ishlaydi ichki yonish dvigatel, yoki to'liq gibrid holatga o'tkazasiz. Buning uchun siz zaryadka na mesте funksiyasidan foydalanishingiz, ya'ni parkingga qo'yib, mashinani turgan joyida o't oldirib qo'yib, ichki yonish dvigatelini batareyani quvvatlash imkoniyatiga egasiz. Ko'rdingizmi? D rejimiga olishim bilan avtomatik tarzda o'chdi. Yoki принудительно, ya'ni majburiy batareyani zaxirasini ma'lum bir foizdan tushirib yubormasligiga majbur qilib ishlatishingiz mumkin gibrid tizimni. Mana bu bizaga tog'ga chiqqanimizda, tog' holatida, yo'lsizlik holatida avtomobilni boshqarib o'tganimizda juda ham katta yordam berdi.
Men hozir EV rejimga o'tkazib qo'ying mashinani. Motor avtomatik tarzda o'chdi. Mana sizga qulaylik. Head-up display kerak emas paytda xuddi shu yerda o'zidan bitta menyudan bundoq bosib o'chirib qo'yishingiz mumkin. Juda ham qulay. Rulli elektroprivodda ekanligi, ya'ni elektr qurilmasi yordamida yumshatilishini hisobiga siz uni qanchalik yumshoqligini, yumshoq, o'rtacha yoki sport rejimida qattiq rulni boshqarishni sozlashingiz mumkin. Bu tabiiy holat bo'lib qoldi. Bu narsani elektroprivodli rul boshqaruv avtomobillarda uchratish oddiy holatga aylandi. Tormoz kuchi ham avtomobilni o'zini bemalol eplayapti. Buni yo'lsizlikda ham tekshirdik, shahar sharoitida ham men o'zim tekshirdim. Bu elektromobil sifatida ekspluatatsiya qilish imkoniyati bo'lgani uchun, rekuperatsiya bo'lgani uchun tormoz pedaliga ko'p ham murojaat qilmaysiz. Muhimi siz o'sha bitta pedal yordamida avtomobilni boshqarishni o'rganib olishingiz kerak, xolos. Ya'ni gaz berasiz, sekinlashishga ehtiyoj sezganingizda gazni qo'yib yuborasiz, rekuperatsiya hisobiga avtomobil sekinlashadi. O'sha 20-30 km/soat tezlikda, balki undan pastroqda svetoforga kelganingizda shuni mashinani to'xtatib olasiz, bo'ldi. Demak, kolodkani rasxodi ham sizda kamayadi. Aytamanki, bu universal avtomobil. Siz xohlasangiz uni elektromobil qilib ishlating, xohlasangiz 1000 km masofaga quvvatlashsiz ketishim kerak deydigan bo'lsangiz, bitta bakni to'ldirib olasiz, batareyani bitta to'ldirib olasizda ketaverasiz. Muhimi, siz ushbu tipdagi gibrid avtomobilini to'g'ri ekspluatatsiya qilishni bilsangiz bo'ldi. Agar shu borada kontent tayyorlashimizni xohlasangiz, albatta kommentariyada yozib keting. Biz turli gibrid tipdagi avtomobillarni to'g'ri ekspluatatsiya qilish, ya'ni shahar sharoitida benzin sarf qilmasdan elektr o'zida qanaqa qilib yurish, shahardan tashqariga trassaga chiqqaningizda qanaqa qilib yurish bo'yicha sizlarga qo'shimcha ma'lumot qilib beramiz. Avtomobilni kundalik foydalanish shaharda bo'lganidan keyin maksimal darajada iqtisod qilish kerak. Demak, quvvatlashga qo'yganingizda avtomobilni bemalol shu shahar ichida ishlaringizni bitirib yurishingizga yetarli bo'lishi kerak. Bu avtomobil ushbu funksiyani to'liq sizga bajarib bera oladi. 360 gradusli kamerani sifatiga alohida e'tibor berishingiz kerak. Bu yerda yana bitta aytadigan narsamiz, kamera 360 emas mana. 540 gradusli. Nimaga? Chunki yana 180 gradus sizni avtomobilingizni tegi ham qo'shiladi bu yoqqa. Avtomobil ostida bo'layotgan holatni ham kuzatib turasiz. Yo'lsizlikka yengil bo'lsa ham, juda murakkab bo'lmasa ham, off-road bo'lmasa ham, yengilgina yo'lsizlikka chiqadigan avtomobil uchun bu juda ham kerakli faktor. Chunki avtomobilingiz tagida nima yuz berayotganini siz kuzatib borishingiz kerak. Avto hold funksiyasi bor, qo'l tormozi elektroprivod bilan jihozlangan. Demak, sizda barcha qulayliklar mavjud. Avtomobilni o'zi o'rnashishingiz, boshqarishingiz, hamma narsangiz juda ham yaxshi. Patolog qora qilishganiga maza qildim. E'tiboringlarni tortishim kerak bo'lgan yana bitta narsa bu qayrilish chiroqlarini, selektor, ya'ni mana bu xalq tilida gitara deb atalgan narsamiz, anaqa sharaq etib o'tib, rul qaytganda sharaq etib joyiga qaytadigan eski tipda emas, balki kontaktli, ya'ni men pavorotnikni yoqish uchun bitta yetadi. Men bitta qilib qo'yishim o'zi 3 ta margaj qiladi. Agar pavorotga kirayotgan bo'lsam, sal qattiqroq bosaman, doimiy ravishda pavorotnik yoqib o'tiradi. O'chirmoqchi bo'lsam, rulni qaytishidan o'chadi. Agar оборот yetmadi, yengilgina qayrilish bo'ladigan bo'lsa, bitta qilib qo'yishim o'zi yetadi yoki teskari yo'nalishda ham qilsam bo'ladi. Shunaqa chala kontaktda 3 marta yonab o'chadi, ya'ni polosani o'zgartirayotgan holatlaringiz yoki kimgadir ishora bermoqchi bo'lgan holatlaringizda yengilgina tegib qo'yishi o'zi yetadi. 1 2 3 o'chdi. Yo'q, pavorotga kiryapman, qayrilishga kiryapman. Men atrofimdagilarni ogohlantirishim kerak desanglar, unda qattiqroq qilasizlar, unda doimiy ravishda yonib turadi va o'chirish uchun yengilgina tegib qo'yishi o'zi yetarli. Men uchun boshida ko'nikib olish ozgina qiyin bo'ladi doim bunaqa pavorotnikli avtomobillarga, lekin o'ylaymanki doimiy ekspluatatsiyada bu aksincha qulay, maza qilib mashinani boshqarishingizga yordam beradi. Hop, rulni joylashuvi qulay, pastki qismini ozgina yassiroq qilishganiga aksincha yaxshi bo'lgan. Yon ko'zgular, obzornost, ya'ni avtomobillar ichida o'tirib kuzatib turish imkoniyati juda ham zo'r. Yon ko'zgular kattaligi xuddi shu Pradolarda, Land Cruiserlarda qilinadigan shu katta yon ko'zgular sizga juda ham yaxshi qulaylik beradi va 360 gradusli kamera off-roadga chiqqanlarda must have narsa, juda ham zo'r joylashgan. Endi biz quruq sharoitda chiqdik, lekin loyli, yomg'irli holatda boya aytganimdek, orqa kamera juda ham qattiq aziyat chekadi. Boshida avtomobilni oldi qismini, ya'ni bamperini sezishga qiynaldim. U men o'ylaganimdan nisbatan uzunroq deb his qildim va ko'p holatlarda parkovka qilganimdan keyin, mashinani garajga olib kirganimdan keyin tushib qarasam, oldinda ancha joy bor ekan. Bu bir tarafdan yaxshiki gabaritlarni qisqaligi, unaqa uzun emasligi va ko'p joyga sig'ib ketishi, bir tarafdan ozgina orientir olishga boshida qiynaldim. Lekin shu tashqi ko'rinishi obzorda aytganimdek, kapotning ikkita chetidagi liniyalar orientir olishga ancha-muncha yordam berar ekan. Men yuqorida o'tirganim hisobiga va mashina tashqaridan haybatli ko'ringanlik hisobiga ozgina boshida orientirga ko'nikib olishda sal qiynaldim. Lekin o'ylaymanki, doimiy ekspluatatsiyaga bu avtomobilni xarid qilgan odamlar juda ham maza qiladi. Xo'p,
Yana bitta shahar sharoitida sizni pulingizni saqlashga va xavfsizligingizni saqlashga xizmat qiladigan funksiyalardan bittasi bu adaptiv cruise control. Richakka 2 marta pastga tortamiz. Aktivirovan, rus tilida men bilan muomala qilyapti, ko'rdinglar. Tezlikni qo'shish uchun mana men bundan bemalol aylantirishim mumkin. Bemalol. Men o'zim ham ko'rib turibman. 65 gacha ruxsat berdim tezlashishga avtomobilga. Liniyani ko'ryapti. Oldidagi avtomobilga qarab o'zi sekinlashadi, o'zi tezlashadi. Bu narsa sizni haligi uzuq yuluq harakatlaringizni oldini oladi. Avtomobilni o'zi avtomatik tarzda qo'zg'aladi, sekinlashadi. Shuni hisobiga rus tilida plavniy harakatlanish deymiz-ku, aynan o'shanaqa plavniy harakatlanish imkoniyatini va albatta yoqilg'ini hamda batareyani iqtisod qilish imkoniyatini beradi. Xo'p, undan tashqari avtotormojeniya, atrofimizda o'sha assistent слепых zon va hokazo funksiyalarni aytib o'tishim menimcha shart emas. Ya'ni udержание polasi ham uni ichida, o'zi rulni burib, tasmani ichida avtomobilni harakatlanishini ta'minlab beradigan funksional juda ham keng. Ya'ni sizda umuman xudo xolisa muammo bo'lmaydi va avtomobil menimcha puliga yarasha, ya'ni hozir narxlarni aytib o'tdim sizlarga. Bunaqa narx segmentida bo'lgan avtomobilda hech ham bunaqa to'liq funksional bo'lmasligi mumkin. Multi rulli esa faqatgina ma'lum bir funksiyalarga bog'lab qo'ymasdan ko'p funksiyali qilib qo'yishganning o'zi ham juda yaxshi, chunki mana men ikkita yuqori tugmani funksiyalarni o'zingiz sozlamalardan belgilab qo'yishingiz, nima menyuga, nima harakatlarga javob berishini mumkin va albatta zamonaviy va maksimal darajada stilni ko'rinyapti. Menga masalan ma'qul. Nima qilamiz? Bizning finalniy tochkamiz shumida? Deyarli shu. Xo'p. Sal yana ozgina yurib, endi soy bo'yida to'xtab, o'zimiz bilan olib kelgan yeguliklarni stolga nakrivat qilib, non bilan suv qo'shamiz, xudo xolisa. Ha. Ba'zi bir narsalarimiz bor. Birpas otamlashib, keyin qaytamiz. Bo'l, ketdik. Men bu yoqqa yetib kelamiz deb o'ylamagandim. Tim bolye gibridda, tim bolye elektrodvigatelda bu yoqqacha yetib kelamiz deb o'ylamagandim. Manzara bitta baho beringlar. Orqangda soy shovullab tursa. Ha? Yaxshi mashina, konditsioner. Ketdi. Soy shovullashini qaranglar. Men ishonmagan edim. Haval H9 aynan shu nuqtagacha yetib keladi deb. Kelgan yo'llarimizni o'zingizlar ko'rdinglar-ku. Katta xarsang toshlarning ustidan ham o'tdik, tuproqdan ham o'tdik, yo'q bo'lib ketgan asfalt yo'ldan ham o'tdik. Xullas, agar yo'lsizlikka ba'zida chiqib turish uchun bu mashinani xarid qilaman desangiz adashmaysiz. Shaharda elektromobil qilib foydalanaman desangiz ham adashmaysiz. Katta, qulay, ikkinchi qatorda ham joyi yetarli bo'lgan, tashqi ko'rinishi ham o'ziga yarasha jozibaga ega bo'lgan Haval H7 gibrid avtomobili meni hamma kutgan narsalarimdan ortig'ini berishga imkon topdi va bu uchun Akbar akamga, CarPro'ga kattakon minnatdorchilik bildiramiz, chunki bu marshrutlarni biz o'zimizcha eplay olmasdik, topa olmasdik, kela olmasdik. Akbar aka, rahmat aka, sizga baraka toping. Biza bo'lsa sizlar bilan keyingi qiziqarli va foydali videolarda. Nima? Obuna bo'lib qo'y. Bo'tkachi baribir hech kim ko'rmaydi deb o'ylasanglar adashasizlar. Sizlar ko'rdinglar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa, biza bo'lsa keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Like'larni unutmaymiz. Choynakning qopqog'ida ko'rishguncha. Nondan bering.